Yo'q. Nimaga? O'zbekiston anaqa to'g'ri kelmaydi. Qaysi Pul topishga. davlatga borishni yashash Amerika. Amerika. Sabablari bor? Bor. O'ta yaxshi hozir nisbatan oylik daromadlar yaxshi. Misol o'zimizda chiqargan narsani qarz qilmaydi, misol. Shunaqasi yaxshi. Agar qayta tug'ilish imkoni bo'lsa, yana qaytadan O'zbekistonda yashashni xohlardingiz? Ha. Sabab? Xohlardim. Nima sababdan? Chunki o'zim shahrim. Shuni o'rganganman shunda. Yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'raman. Almashtirish xohlamaysiz? Yo'q, yo'q. Rahmat kattakon. Xohlardim albatta. Nimaga sabab yoqadi? Yoqadi. Balki hozir uchun javob berayotgandirman. Ona vatanim birinchidan, kindik qonunimiz, ajdodlarimiz tug'ilib o'sgan joy. Ota-onamning anasi bo'lgani uchun xohlardim hozirgi vremyada, lekin katta ketib aytib olaman, qayta yana dunyoga kelsam, baribir O'zbekiston tanlagan bo'lardim. Kim nima deyishidan qat'iy nazar. Kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling.